Assalomu alaykum. Hurmatli chorva ishqibozlari, Semental Uz kanalini obunachilari. Sizlarning e'tiborlaringga yana ikki bosh birinchi qoringa bo'g'oz, bir ikki dona novvosimiz bor. O'sha novvosni havola qilamiz. Bular birinchisiga bo'g'oz 5 oydan. Mana da sheriklari bor, o'shanga o'taman deb tindirmayapti. Fermadan chiqqan bular ham sotlariga, qonlariga, hamma yo'g'iga javob. Qisqa video qilamiz, u zaryadimiz tugab qolmasligi uchun narxlarni sirasi aytib. Bo'ylari bemalol 1.40 chiqsa kerak, 1.40, ana unisi 45 ham. 15 oy, 16 oy yoshlari. Bu ham 5 oylik birinchisiga. Bu ham 5 oylik birinchisiga. Kuragi yo'q, bo'zay, hali yosh. Tozalik bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham ancha-muncha sementalni qochirar ekan. Narxiga kelsak, yengil 45 milliondan kami bor. Bemalol telefon qilib, savdosini qilib, kelib ustida ko'rib, gaplashib olinaveradi. Sog'lom. O'tursin bu. O't chiqani nima qilar ekansan? O't. Yuvosh. Mana etlari ham joyida. Endi buqamiz ham yoshi 12 oylik. 12 oy bo'lib, endi o'tyapti. Bo'zay hali. Oyoqlari hamma yo'g'i kelib, kallasi oppoq, shoqi yo'q. Shoqi kuydirilgan. Etlari polvon. Bemalol naslga tushaveradi. Jonivor. Tumshuqlari oppoqdan. Bir dona dog'i yo'q. Ke. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 36,5 million so'm, kami bor. Bo'yi 1.32 ekan. 1.32. 1.30 ga olaverishdi. Buni Telegramdan yozib olsa, qiziqqan odam alohida videolari bor, tashlab beraman. Molga sakraydi. Mayliq turgan, shuning uchun peshanasiga izi chiqib qoldi. Yo'qolib ketadi o'zi. Qiziqqanlar bemalol 94 499 0200 bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mol holati. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilaverasizlar.